Assalomu alaykum babo dehqonlar. Biz uzoq yaqindan kuzatib turganlar. Horozlar ekib qo'ydik. Ertalabda bir ko'rib ketyapmiz. Horozlarni uchtasi arig'i 280 olingan ariqdan ariqqacha. Qo'ng'lar 380, 90lik salafan tortildi, o'rtasidan ochilib 180lik yopildi. Xudo hammaga omadini bersin. Ko'plar qatorida bizga ham bersin. Shunaqa qilib dehqonchiliklarni boshlab yubordik. 2026-yil 27-martda ekanmiz. Bugun mana 2-aprel kuni kontrol qilyapmiz. Bir ko'rib ketyapmiz. Biz 3 gektarli maydonga ekilgan. 1 gektar torg'iz, 2 gektar qovun